Biz bunu birdan ko'tarib ketib 3 ga chiqib ketsa, o'zi avtomatik qo'yib yuboradi. Bu xavfsiz. Suv chiqadi xolos. Birdan tushib ketib turib 5 ga tushib qolsa, yurgizmaysiz. Katyolimiz o'tadi. Keyin davleniya berishda. Yuradi, davleniya berishda ko'rsataman. Davleniya berishda. Aka, mana sovuq suvimiz ochiq. Mana uni burolsa, mana burolsa davleniya beradi. Davleniya berganingizdan keyin birdan ko'tarilsa, avtomatik o'chirib qo'yasiz. Buni burab qo'yasiz. Birdan ko'tarib 2 ga o'tib ketmasligi kerak. 2 ga o'tib ketsa havo qo'yib yuboradi. Bunga umuman tegilmaydi. Vaqti bemahal qachonlarda davleniya tushib ketishi mumkin. Hozir emas faqat. Qachonlarda davleniya tushib ketish qolishi mumkin, o'shanda davleniya berasiz. Mana ikkaloviga, ventilga umuman tegmaysiz. Buni davleniyani berganingizdan keyin avtomatik o'chirib qo'yasiz. Shu. Bu qanaqa davlat tarafidan beriladigan qanaqa issiq suv? Davlat tomonidan. Qachondir ulansa, bu kerak bo'lmaydi. Ikkalovida sirkulyatsiya bo'laveradi. Shu. Monolarimiz ishlamasa, kapalagi bor. Bitta xonaning kapalagi borda, ko'rsataman. Havo chiqarishgami? O'zingiz bilasiz. Havo chiqarishgan. Uzoq hammasida bo'lishi kerakmi? Qaysindadir ko'rdim. Yo'q, bitta yarimta qo'yiladi xolos. Mana buni qarang. Havosi isimasa, qaysi qovurg'asi? qaysi qovurg'asi chiqmasa, havosini chiqarib olasiz. Havosini chiqarganingizdan keyin, havo chiqarganingizdan keyin buni hozir o'chiraman. O'chiraman. Buni urib turib, ag'dan haliga ko'rsatgan joyimdan ochib turib, bayna havo chiqarasiz. Keyin bayna ochib qo'yasiz. O'shani ko'chirsa bo'ladi.